Hammaga salom, yana sizlar bilan Big Games YouTube kanali. Bugungi bitta kupon tuzamiz. Agar yoqsa bosib yuborasizlar. Bugun normalniy o'yinlar bor. Xo'sh, total ko'ramiz. Основной игра. Shikam. Total. To'rt 5 menshi olamiz asosiy o'yinga. Kupon tuzimmi? Yo'q. Xo'sh, Barselona 4-5 menshi oldik. Endi xo'sh, double nechi? Yo'q. Birinchi time'ga o'tamiz. Birinchi time total 0.5 dan ko'p bo'lishi olamiz. Endi xo'sh, uglovoy burchak to'pi ko'p o'ynaydi bular. Yo'q. 8 tadan bo'lishi olamiz. 7-5 bo'lishi. Xo'sh, bunaqa hokkeylarga qiziqmaylar, o'yinlar sotiladi. Ikkinchi time Brentford. Total. Individual total. Ikkinchi time. Xo'sh. 1.5 dan menshi olinglar. Normalniy o'ynolmaydi bu. Real Sociedadga. Xo'sh. Qani. Real Sociedadga. Obizaviyot total. Obizaviyot olamiz bunga. Normalniy. Real Sociedad normalniy o'ynarkan. Ikkinchi time totalni olamiz. 0.5 dan ko'p. Yoki 1 dan bo'lishi qilamiz. Xo'sh, kattaroq koeffitsient yig'ib bitta uramiz. Kartochka. Bo'ldi. Mana udari створ ворот. Ya'ni varata tomon aniq zarbalar. Buni 10 dan menshi olamiz. Keyingisi kartochka. 5 dan menshi olamiz. Bo'ldi. 41 koeffitsiyentimiz tayyor. Hamma pul Gamesda oqib ketdi, shu pul urib qo'yamiz. Bo'ldi. Qani. Bo'ldi, shu kuponimiz. Yo'qsa urib qo'yinglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Telegram